Məhəlləki toxda deyilən bir jigit peyda olub qapdın. Sən onu uçurtub baxdın mı? Ya, uçaraqına bək. Toxda məhəllimizdəki bəzi jigitlərə qarğandı. Bək işcan, həm kilişkən jigitlər qılıdır. Çırayı bir qarmaq qısan oxşap mı getib qanda qılıdır canım? O üçün qarğanda diqqətli baxqana, onun çırayı rastlanırsan oxşaydı ki. Qara sən o şeytanlarını. Qara hazırlı verib kör. Qılmadı da. Mert'tana. Hoş. Sayıkkan tohtuna bizge yardımlaşıp almalarını sivetki kaçış versin deydi. Ha, bokta, masum. Ay, tohta komalan. Peki. Ha, kolondaki işini koyuyor. Ha? Mas sana olan bakı verip alnını kaçış verip gel. Bak. Ha, bak. Bak. Al kızın yerinde olmalarını bu yaka gösteririm. Ben qaysi kinoni ko'ryapman deb beqinglarchi. To'xti. Gülşen'nin bulakka suv ağzı keladigan vaqtini nayt aniq bilib. Şuna o fursat topsalar bulaq bo'yiga berib Gülşen'ni bir ko'rib olishga, onunga o'z ko'nglidagi shirin xiyollarini izhor qilishga intiladi. Ya sizin rastını yaxshi ko'rib qoldim. Siz buni yaxshisiz. Gülşen. Sizdan so'rayotgandim bu yerdan. Qalbimda aşkchilik umid paydo bo'ldi. Shundoq To'xti, mana bizdek chiroq bo'lish kerak. Mana ishimiz aytilgan kichik to'y qilamiz. Neymiş küçük to'y qilsizlar? Qaydusumdan to'qsonlar bo'lmanda? Qaydusum bilan to'y qilaylik desak, to'ylikni tayyorlab bo'g'ich qilib ketar ekanmiz. Shunga bizning bu yerda kichik to'y qilish ota-bovlarimizni tortib, qaydusumga aylangan. Chunki biz qiz taraf to'yliqni mayda ilg'ir solamiz. O'g'il tarafning kuchi yetmaydi. Shu nashqa qiz bilan yigit birlikka kelib qochimiz shu.
Bak muhabbetimiz eylem bulun. Siz mi? Ben bu ömürlük pişaymanda kalırız. Bilemsiz. Nima degan ichinishliqqa? Gitşe. Nimishqa o'zining baxtini birinchi bo'lib o'zining baxtini o'ylamaydi. Ben sizni. Nimishqa ota-onasini, urug' tuqqanlarini xush qilishni boshda o'ylaydi. Ashlarninki rozi bo'lishini boshda o'ylaydi. Muhabbet bir işte. Takdirimni O'zi baxtli bo'lish hamidan muhim emasmi? tutup aladigan bo'lsa, boynumni uzatsan. Og'rib qolgan bo'ldim, meni ko'raversan achchiqda. Hammanglarga o'tliq salom, qanday ahvolinglar, yaxshi turyapsizlar? Jiroq yerlarga Stokholmdan sizlarga o'tliq salomlarimni yo'llayman. Bu vlogim bo'lsa, men sayohatimdan qaytib kelib, 2 oy o'tib ketgan vaqtda, bu 2 oy jarayonida men butun shu sayohatimda tatgan barliq videolarimni vlog qilib ishlab, mikroblog va YouTube kanalimga qo'ydim. Bana ergashgan do'stlar balkim ko'rgan bo'lishinglar mumkin vloglarimni. Jami 10 vlog bo'libdi bu nimda sayohatimda tatgan videolarni 10 vlog qilib ishlab chiqardim. Men qaytib kelib bek aldirashib ketdim, ishlab ish quchib ketdim. Bu jarayonda hech qanday vlog tatmadim. Bugun bo'lsa bu vlogim tunji vlogim bo'ldi. O'zinglar ko'rganinglardek Stokholmda kuz bo'lib ketdi. Butun yer har xil rangda. Kuzning go'zal rangi. Hozir toz yomg'ir yog'yapti. Men hozir Nagmandim desanglar. İki singlim bilan ko'rishgani shaharchiga mandim. Ular bilan ko'rishmaganim uzoq bo'ldi. Hozir shaharga kirib ular bilan birga qahva ichib, kechki tomoq yeb, mungdushib bir kunni o'tkazman. Karanlığa bir yer güzel oturdu. Kadar havalı var ya. Hello. Çaylık girişler saat. Hey. Cevher oğullar Kevser de koysam da bir kız bir oğlu bağla. Kevser'nin mensini mi o? Kevser'de ilim marifet diyen gap. Dadamda ummadık Nicat sonunda Nicat diye isimler dadam rahmet kılgan. Ha, Nicat diyenin mensini mi o? Nicat diyen yurt gelişmek, hayat parmak. Olma yakışıklarlık kısmı. Ben Bahadır namını anlap tügettim. Beşidim başlap ahırgıç anlap tügettim. Ama bek şu 3. 4. kitap kelgan çağda bek qaydır etib adamның besini. O degan bek ahırga kelgan çağda ras besim qilib ketdi. Bahadır namını nemga tanib yozilganligini bildim men. Tarixi Rashidi deb bir kitap ekan, Mirza Haydar Ko'ragan degan. Shu vaqt Saudiya xalqininki vazir ekanda Mirza Haydar degan. Bobur Shohninki, opisininki inisininki o'g'li degan. Mirza Haydar Ko'ragan. Şu adam özü yazıp kaldırdı ki. O nerede yazdı ki onu?
Uni shu yakkan yozgan kitobga uchun Papaq xo'ja Tibetga berib, qalmoqlarni boshlab kelib, uniga Saidiya xalqini butunlay parchalab vayron qilib ketganda, bola Yosinjon Cho'qlan degan bola mushu tarixiy Rashididan olibdi-da, ba'zi vaqalarni ashnodan ilib, qog'ini to'qilma qilib, ba'zi narsalarni vaqalarni butunlay nima emasmi? Tarixiy roman emasmi? Tarixiy roman, lekin uni tarixiy romanning hammasini u tarixiy ishlar bilan to'ldirib bo'lmaydi. Urushlar, masalan, jillat urushlar, shohlarning ismlari, animlarning ismlari, cho'ng-cho'ng vaqalar rost, lekin ularni beyitib, bunda yo'g'otib, bunda qilganda Bek payız tasvirlangan urushlar va kishi dahshatlik. Mushu birinchi kitobda ilaqi Mo'ng'ullar bilan urush qilgan chog'da masalan ilaqi mushu Sulton Uvays xon yengilib qilib Mo'ng'ullarga uninkin ilaqi go'rak uchib qolgan chog'da ilaqi bir singlisi bor Sulton Uvays xonningki ashu Mo'ng'ulning podshohi ashu ko'yib qilib ashu agar sen mushu singlingni menga bersang men sizlarni qo'yib etma deb ashundaq degan chog'da ashu malika o'zi ashu nimni oldiga berib ashu Mo'ng'ul podshohining oldiga berib ashundaq bo'pti men sana teksam tegay ikkinchi ashu shart qo'ydi ashu Mo'ng'ul podshohiga ikkinchi bizning davlatga hujum qilib kelmaysan ashunaq bir necha shartlarni qo'ydi ashalarni bak ta'sirlik lekin oxirida Mo'ng'ullar ikki da ashu burundaymi ashu Uyg'urlar bilan Mo'ng'ullarniki aslında qon nimasi bormi, shuni tutishi bormi? Chunki Temirxon, Birnimxon deganlar hozir men deb turibman-ku, mushlarning hammasi tegis shuliqi. Podshohlik tegidan surishtirib kelsang, masalan, niminiki, Chingizxonniki, o'g'li, bir o'g'li, bizga avatga o'g'liqi Chag'atay. Chag'atay xonniki nimasidan taraq bo'lib, ular keyin Uyg'urlashib Mo'g'uliston deb, chunki Mo'g'ullarga Mo'g'uliston deydi shu nimani? Mo'g'ulistondan uning keyindan asta bo'lib Uyg'urlashib ketdi keyin. Bo'libmi biz o G'ulji tarafdan kelganlarda bundanlar bor bolam. Shu G'ulji taraflarni chiq so'rabdi-ku, Urdu bo'lganda nimalarniki, Chag'atayniki bosh urdisi Olmaliq. Ashu Qo'rg'os tarafda shu yerlarni Olmaliq dedigan baş ordusu şia bo'lgan. Onun lekin bek mushu O'rta Osiyoninki tarixini bek chiqdi ekan mushu nimda Bahodir nomida. Masalan, ilaqa Mavara Unnahir deydi, Xorason deydi. Ashlar o'z vaqtida bunda inson shu joylarning hammasi Yettisu deydi. Shu joylarning hammasi Yettisu deydi. Uyg'urlarning makoni shu. Makonida. Bu vaqtda Uyg'urlar deb atmagan, Mo'g'uliston deb atgan vaqtida her bir davrda o'zining bir atlışı bo'lganda bizningki tariximiz ketib qolgan ya işte izchil bir xil nom bilan atalmagan. Shu vaqtida Mo'g'uliston deb atalgan shu Yettisu, shu hozirgi shu O'zbekiston shagichi bo'lgan joylarning hammasi nimaga qaragan Uyg'urlarga, lekin xalq shu Uyg'ur bo'lganda Uyg'ur deb atamagan vaqt Uyg'ur degan nom asosan bo'lmagan. Ularni Yar ishqida Teyipcan Eliyov Taqtin taq bo'ldi barg'ancha Güzel yar ishqida Talpinib ushmoq tilayman Ko'kka dildor ishqida Kim meni Majnun desa Laylini izdaydi degin Ko'ymisa Majnun bo'lamdu Joni xushdor ishqida Her sabahdan xabar alsam, yar hamon g'amkin iken, barmisam ko'ymasmi bag'ri, vasli didor ishqida. Oylari ham yillari o'tmakdi zulmat ilkida, man nechuk aram tapay, dardga giribdor ishqida. Kun tuni bulbul bo'lib, hasrat chekib sayraydikan, Ko'zidan oqqandu qonlar gul chimanzor ishqida Juritining ko'nglini ko'ydirdi hijronning dig'i mayli bu jonim fido oshiq talabkor ishqida 1948 yili sentabrda G'uljida yozilgan